Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Bugun sizlar bilan Jetour X50 modelini ko'rib chiqamiz. Uzunligi 4,5 metr bo'lgan crossoverimizda 4 ta silindrlik 1,5 litr turbo kompressorga ega dvigatel yotibdi azizlar. 360 gradus kameralar bilan jihozlangan. Xo'p, linzoviy proyeksion optika ko'rib turganingizdek, qoshlari yonadi и водопад облицовка. Nima deyapti azizlar? Уже Jetour yangilanib ketyapti. Har yildan yilga o'zgarishlar ko'payyapti. Xo'p, diskalarimiz zavoddan 18 razmerda kelyapti. Ko'rib turganingizdek, buni birinchi pozitsiyasida 17 razmerda keladi. Xo'p, datchik dajda, lyuklari bor. Xo'p, undan tashqari 5 ключевой достуp, 360 gradus kameralari polni krugovoy zapis qiladi va undan tashqari slipaya zona ham bor. Salonlarni ham birma-bir hozir tanishtirib chiqamiz. Orqalarini bir ko'rsatamizmi? Orqalarini ham tanishtirib chiqamiz. Xo'p. Orqalari обязательно e'tibor beramiz azizlar. Ushbu avtomobilimiz orqalari ham независимый podveskalar bilan jihozlangan. Yaqinlashib ko'rsatib bering, mana, marhamat. Ushbu avtomobilimiz ko'p SUV crossoverlarda ko'rganingizda mana bu podveska splashnoy, ya'ni balka bo'ladi. Balka ходовой unchalik ham zo'r ishlamaydi. Ushbu avtomobilda независимый podveska McPherson korxonasidan ishlab chiqarilgan. Xo'p. Bagajlarimiz sig'imi ko'rib turganingizda salkam 500 litr. 500 litrga ega bo'lgan bagaj. Bu yerda xohlasangiz propan gaz bemalol qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, asosiy narsa mashinaga orqada ham diskli tormoz o'rnatilgan. Bu mashinamiz 3 ta portionlik emas, 4 ta portionlik bo'ladi. Xo'p, orqalarini ko'rsating. Orqalarda o'tirgan paytingiz ham bemalol, masalan, siqilmasdan bemalol maza qilib ketib bo'lasiz bemalol. Xo'p, abagreslar ikkita o'rindiqqa orqaga ham bor. Oldinda ham abagres sidenlar qo'yilgan. Ko'rib turganingizda yaqinlashib ko'rsating. Choklari qizil, kombinatsiya qilingan koja. Mana orqalari hamma joyi koja bilan jihozlangan. Даже sidena o'rindiqlari ham koja bilan jihozlangan. Mashinamiz juda ham hamyon bo'lib, hozirda trendga kirgan. O'zi 21-mayda, 2025-yil 21-mayda prezentatsiyasi bo'lib o'tdi yaqin orada. Xo'p. Ushbu avtomobilimiz endi sotuvga chiqdi. Bemalol Jetour avtosaloniga tashrif buyurib, ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol hozir nalichida turibdi. Oq, qora, yana под zakaz seriya ranglari ham bor. Kelib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozirda bizda nalichida oq qorasi bor. Xo'p, keling salonni ham tanishtirib chiqaman. Bu mashinani menga ko'pincha komplektatsiyasidan to'g'risi yo'qaydigan joyi mana bu bespроводной zaryadniki, oddiy bespроводной zaryadniki. Boshqa inomarkalardan ko'ra zo'rroq. Nimaga zo'rroq? Aytib beraman. Ushbu avtomobilda 50 vattga ega bo'lgan bespроводной zaryadnik ustroysi turibdi. Bu nima degani? Masalan, A tochkadan B tochkaga yetgancha, ya'ni masalan keling 20 kilometr, 15-20 kilometr masofagacha yurib o'rganishsa, o'zi zaryadingiz to'ladi. Ko'p crossoverlarda 10 vatt, 15 vattga yaqin bespроводной zaryadni ustroysi turibdi. Telefonlaringiz qizib ketadi-da. Bu mashinaga bunaqa narsa yo'q. 50 vattgacha bemalol bu yerga bespроводni qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari telefonni ham sovutish tizimi bor. Telefon konditsioner orqali soviydi. Xo'p, bu yerda 360 gradus kameralarni sizga hozir birma-bir ko'rsatib beramiz. Mana, ushbu avtomobilimizda 360 gradus kameralar jihozlangan. 360 gradus kamera ham oddiy emas. Xohlasangiz 2D variant, xohlasangiz 3D variant. Mana, bemalol bokovoy taraf yoki orqa taraf yoki chap taraf, o'ng taraf farqi yo'q. Oldinni ham ko'rib bilasiz. Funksiyalar juda ham talaygina. Mashinamiz juda ham aqlli. Bu mashinani olgandan keyin siz Apple CarPlay yoki Android Auto xarid qilishingiz shart emas. $400 mana bunaqa banduralarni qo'yib, USB orqali ishlatishingiz shart emas. Bu mashinaga zavodskoy Android Auto yoki Apple CarPlay o'rnatilgan. Azizlar, bemalol через Bluetooth ulab ishlatsangiz bo'ladi. Mashina juda ham aqlli. Hozirda trendda turibdi. Ham eniga ham kattaroq, yana bu yerdagi dizaynlarni ko'rsating. Mana bu Redline dizaynlari ham juda ham o'ziga mos, chiroyli qilib chiqarishgan. Xo'p, undan tashqari torpedkamiz ham koja bilan jihozlangan azizlar. Lyuklarga e'tibor beramiz. Lyuklar ham juda ham katta. Podsvetkalari mana. Mashinamiz korobkasiga ahamiyat beramiz. Korobka основной narsa. Ushbu avtomobilning korobkasi variator emas. Bu mokriy 10 deydi. Ya'ni yangi pokoleniya avtomat. Bu avtomat azizlar
yoki masalan siz adashtirmang qanaqadir variatorlar bilan. Variatorlar nozik bo'ladi. Variatorlarni o'zi remenga ishlaydi. Remen orqali korobka ishlaydi. Bu mashina variatorda ishlamaydi. Bemalol agar menga ishonmasalaringiz, informatsiya internetda talaygina ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Rulimizda cruise control qo'yishgan. Xohlasangiz birdan Android Auto aytdim, Apple CarPlay ko'ryapsizmi? Ko'rsating. Bemalol bu через iPhone ham ulanib ketib ishlataveradi. Apple ya'ni Android orqali ham ishlab ketaveradi. Xo'p, bunga YouTube hamma narsa заводской o'rnatilgan. Muzikalar через flashka ham ishlaydi, radio, уже melish bo'lsa ham aytib beraman. Tablolar o'zgaradi. Tablo ikki xilga o'zgaradi. Xohlasangiz slippoy zonalik bo'ladi, xohlasangiz bunga sifrovoy tablo bo'ladi. Zato bu уже zamona talabi и ekran уже tablolar ko'p mashinalarda bilsangiz agar analogovida, analogovoy emas bu tablo. Полный уже цифровой, полный экранный. Ekran ikkita qo'sh ekran, ko'ryapsizmi? Qo'sh ekran qo'yilgan. Xo'p, ushbu avtomobilingizni zo'r yana bitta fishkasi bor. Ushbu avtomobil masalan yo'lda ketyapsiz, xayolingiz birta joyga bir ketayotgan paytingiz oynani ochmoqchisiz, rulga xayolingiz birta gapirsangiz agar o'zi ochaveradi. Привет, Jetur. Слушаю вас. Открой переднее левое окно. Marhamat. Chap tomon oldin eshikni oynasini och deb aytdim, mana bir borga ochyapti. Yoki-da masalan, hozir o'ng tomonni och deyman. Yoki hamma oynani och desangiz, hamma ishingizni qiladi. Lyukni och deysizmi, konditsionerni o'chir deysizmi, yondir deysizmi, farqi yo'q. Bu funksiyalar bunga bor. Dashingning funksiyalari, ya'ni bunga qo'yishgan. Даже motorlari ham buni Volkswagen kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqarilyapti. Ya'ni Germaniya texnologiyalari asosida yig'ilyapti motor, azizlar. Bemalol qiziqib ko'ringlar, mashina juda ham komfort, ham hozirga hamyonbop, qulay. Trekker narxida xullas 4 portionlik 1.5 turbo dvigatellik независимый подвескalik SUV crossover. B klassidagi. Bunaqa crossover menimcha ancha hali aytayapman-ku, ancha yillar mobaynida bunaqa crossoverni kutishgan xalqimiz mana bu o'sha narxida buni xarid qilsangiz bo'ladi. Trekker narxida 282 million turibdi hozir menimcha Trekker Redline oxirgisi 280 millionga siz X50 premium klass oxirgi pozitsiyasini olib ketishingiz mumkin. Agar yo'q, menga oddiyroq ham bo'ladi. Funksiyalari nima bilan farqladi deganingizda, birinchi pozitsiya bilan ikkinchi pozitsiyaning farqi slippoy zona va 360 gradus kamera, unda zadniy kamera bo'ladi. Xo'p, undan tashqari lyukida va diskalarda farqladi. Tamom, 4 ta farqi bor. Boshqa hamma narsasi bir xil, azizlar. Top monitorlari, G-class rullari hammasi bir xil. Azizlar, juda ham aqlli mashina. Bemalol hammalaringizga tavsiya beraman. Mashina narxi ham qulay, ham komfort. To'lov turlari haqida ma'lumot berib o'taman, azizlar. Ushbu avtomobilni siz boshlang'ich atigi 60 million so'm bilan chiqarib ketib olasiz. Agar siz birinchi pozitsiyasini xarid qilsangiz, 52 million boshlang'ich to'lov bilan xarid qilib ketishingiz mumkin. Birta pasportni o'zi yetarli, ish haqqi, kafil, hech narsa talab qilmaymiz. Kelasiz, mashinani bir kunda yo'q minib ketasiz. 1 soatda shos spravkangizni yozib beramiz. Bitta kofeni ichganingizda ishingiz hal bo'ladi. Xullas, gap. Bizda yolg'on yo'q. Agar ishonmasalaringiz o'zimga uchrashib kelinglar, xudo xohlasa sizga ma'lumotlarni cho'tki qilib daskanalni o'zim yana berib o'taman. Azizlar, sizga oyma-oy qancha chiqishi qiziq bo'lsa, kommentariyada oyma-oy qancha chiqadi deb yozing. Men ma'lumotlarni o'zim shaxsan kirib sizga batafsil berib o'taman. Xo'p, manzilimiz haqida tanishtirib o'taman, azizlar. Manzilimiz Buxoro shahar, Gazlishskiy shosse. Xo'sh, birinchi uyda joylashgan bo'lib, xo'p, Karon bozordan kelishda o'ng qo'lda razvorot yoqasida bo'ladi, azizlar. Severindan ham kelishda razvorot yoqasida, azizlar. Razvorot ikki tarafga bo'linsa agar, ana shu razvorotni yonida bizning avtosalon. Kelib bemalol ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Agar informatsiya kerak bo'lsa, bemalol mana pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Menejerlarimiz sizga ma'lumotlarni berishadi. Bugun sizlar bilan Altinov Mirshod bo'ldi.